So'nggi bahor. Muallif Barchinoyim. 8-qism. Bahora tilidan. Bugun Yodgorshoh ketganiga 13 kun bo'ldi. Ular uchun faqat duo qildim. Ular aytgandek bir qiz mendan xabar olib turdi. Tashqariga chiqmadim. Erim aytgandek uyda o'tirdim. Zerikkan vaqtimda kashta tikdim. Kunlar bir xil o'tdi, ammo tongdan meni xon chaqirtiribdi. Bu meni hayron qoldirdi. Balki Yodgorshohdan qandaydir xabar kelgandir. Axir xabarlar to'g'ridan to'g'ri xonga boradi. Ichimda kichik umid uchquni uyg'ongandek bo'ldi. Ulardan kichik xabar kelgan bo'lsa ham xursand bo'lardim. Ahvoli yaxshiligiga ishonch hosil qilishim kerak edi. Shoshib boshimga ro'mol tashladim va xon yuborgan qiz bilan saroyga bordim. Bu saroyda biznikidek hovlining fayzi yo'q edi. Meni kanisak xon xonasiga olib bordi va men ichkariga kirdim. Xon menga teskari o'girilib turar edi. Men ta'zim qilib salom berdim. Shunda ular ortiga qaradi. Bahora, xush kelibsiz, dedi xon. Yuzi jiddiy edi. Ularga bir on qaradim va yana boshimni yerga qadadim. Xon hazratlari, mening hojamdan biror xabar bormi? U ham shu gapimni kutganmidi? Birdan chuqur xo'rsindi va naqshli kichik stol yoniga borib, undan bir qog'ozni olib yonimga keldi. Xon oradagi masofani qisqartirgandi. Men ortga chekinmoqchi bo'ldim, ammo negadir oyoqlarim o'zimga bo'ysunmadi. Xon mening qo'limni ushlab, qo'limga maktubni tutqazdi va jim turdi. Men yurak hovuchlab maktubni ochdim va ko'z oldim xiralashdi. Bu maktubda mening Yodgorshohimning qaroqchilar o'ldirgani haqida yozilgandi. Nafas ololmay qoldim. Ko'z oldim xiralashdi va oxiri bo'shliq. Bir kun avval Yodgorshoh askarlari bilan dam olishga to'xtagandi. Kech tushgan tog'li hududda ular suv ichib, go'shtni olovda pishirishardi. Yodgorshoh esa osmondagi yulduzlarga qarab bahorani qo'msardi. Ayoli bilan hech qachon yulduz tomosha qilmaganini o'ylab o'ksindi va qaytib borgach, Bahora bilan birga yulduzlar ostida o'tirishni niyat qildi. Yodgorshoh, ovqat tayyor, keling yonimizga, dedi lashkarlardan biri. Yodgorshoh yoniga kelib, ular 100 kishiga yaqin edi. Yodgorshoh yigitlarga qarab turdi. Hozir emas, ishtaham yo'q. Kelin boladan uzoq bo'lish qiyin bo'lyaptimi? Yigitlardan biri kuldi. Menda ham shunday bo'lgan boshida. Ha, balki, dedi Yodgorshoh o'ksinib va xotinining ziragini birini kaftlari orasiga siqdi. O'zi bilan olgan zirakka uzoq tikildi. U Bahoranniki edi. Yodgorshoh uchun birgina buyum ham qadrli bo'lib qolgandi. Tungi havo sovuq, osmon esa yulduzlarga to'lib, tog' oralari jimjit edi. Olovning shitir-shitir va go'shtning hidi lashkarlarga ozgina iliqlik baxsh etardi. Yodgorshoh nihoyat o'choq yoniga kelib, tosh ustiga o'tirdi. Qorni ochgan bois ovqatlanib olish kerak edi. Keyin olov yoni issiqqina bo'lgani uchun tog'ning salqin havosi biroz yo'qolgandek edi. Issiq jon uchun albatta iliqlik kerak. Endi ovqatni tatib ko'ray, dedi Yodgorshoh lashkarlarga kulib. Lashkarlar unga joy bo'shatishdi. Hammasining yuzida hurmat bor edi. Sababi esa Yodgorshoh hurmatli inson. U aqlli va turli davlat qarorlarini qabul qilgan xonning ishonchli maslahatchisi edi. Yodgorshoh taklifi bilan Xorazm xonligi, Qo'qon xonligi bilan yaqin do'stlarga aylangandi. Bugun tog'dan ketayotganingizda daryo bo'yida kimnidir ko'rdingizmi? Yo'q, faqat uzoqdan ot izini ko'rindi. Balki karvon o'tgan bo'lsa kerak, dedi lashkarboshi. Karvonlar bu yoqlarga kam keladi, dedi Yodgorshoh chuqur o'yga cho'mib. Bu yerdan hech kim yurmaydi. Chunki tog'li hududlarda karvon yurolmaydi. Boshqa yo'ldan ketadi savdogarlar. Olov ustida go'sht pishib, hidi havo bilan aralashdi. Yodgorshoh barmoqlarini olov issig'iga tutib, o'ychang dedi. Hayot ham shu olovga o'xshaydi. Bir lahzada yonadi, bir lahzada o'chadi. Ammo o'chganida ortida tutun qoldiradi va bu tutun uzoq vaqtgacha qoladi.
Siz hamisha hikmat bilan so'zlaysiz, Yodgorshah, dedi lashkarboshi. Shu bois xon sizning eng aqlli maslahatchisi deb biladi. Men aqlli emasman, faqat ko'p narsani yo'qotganman, deb tabassum qildi. Shu payt tog' tepasida nimadir shitirlagandek bo'ldi. Birinchi bo'lib Yodgorshahning qulog'iga ilg'adi. U boshini ko'tardi, yuragi g'ash tortdi. Qurollarni tayyorlang, dedi u past ovozda. Lashkarlar hushyor tortishdi, ammo kech edi. Osmondan birinchi o'q uchib kelib, Yodgorshahning qo'lini tirnab o'tdi. Hujum, deb baqirdi lashkarboshi. Tog' tomondan yana o'qlar uchib keldi. Atrofni baqirgan ovozlar egalladi. Birdan ularga o'qdek otilgan qaroqchilar ularni o'rab oldi. Ularning qilichlari odam tanasini nimtalar, gavdalari esa xon lashkarlarinikidan ham katta edi. Yodgorshah o'q yegan qo'lini bir ushlab, so'ng qo'yib yubordi. Chap qo'li bilan qilichni sug'urdi. Yuzidagi og'riqni bildirmadi, faqat tishlarini g'ijirlatdi. Qo'l og'risa-da o'rnidan turib, qaroqchilar tomon qilichini ko'tardi. Chekinmanglar, deb buyurdi u. Bu bizning yo'limiz, ular yo'l to'sar. Yodgorshah lashkarlari bilan ularga hujum qilgan lashkarlar bilan olishdi. Ammo har bir daqiqada lashkarlar o'la boshladi. Yodgorshah bir qo'li bilan ham ep bilan jang qildi. Ammo ortidan kelgan qaroqchi uni kuragiga tepib yiqitdi. O'sha mashhur Yodgorshah sen ekansan-da, dedi yo'g'on ovoz bilan qaroqchilar sardori. Yodgorshah tepki sabab og'riqdan yerga o'tirib qolgandi. Qilichi esa undan uzoqda yotar edi. Yodgorshah arang boshini ko'tarib atrofga qaradi va lashkarlardan faqat jasadlargina qolganini ko'rdi. Seni kuning bitdi, Yodgorshah, dedi qaroqchi qilichini Yodgorshah boshiga qo'yib. Yodgorshah yalinmadi, hech nima demay kalima aytdi. Meni kechir, Bahora, va'damni bajara olmadim. Hozirgi vaqt. Bahora ko'zlarini arang ochib, boshini ushladi. Tanasi holsiz, xayollari tarqoq edi. Qiz nima bo'layotganini tushunishga urindi. Ustida og'ir ko'rinadigan naqshli shif bor edi. Xonada ipak bilan o'ralgan pardalar, boshi ostida esa katta paryostiqlar bor edi. Bahora uyqusi ochilgandek bo'lganidagina darhol o'rnidan turdi va bu xonaning uning hovlisi emasligini tushundi. Qiz ustida ko'rpani olib to'shakdan turmoqchi bo'lganida nigohi xonim burchagida unga tikilib turgan xonga tushdi. Nihoyat uyg'onding, dedi Zubayrxon. Bahora shoshib o'rnidan turdi. Xonaga qaradi. Bu xonning xonasi edi. So'ng Yodgorshah haqida kelgan xabarni esladi. Ko'zlari shu zahoti yoshlandi. Yuragi hozir urishdan to'xtab qolgandek edi. Ko'zi oldi yana qorong'ulashdi, ammo yerga yiqilmadi. Bahora hozir Zubayrxondan qo'rqib turar edi. Nega men bu yerdaman? Bahoraning ovozida titroq sezildi. Chunki men beva ayolga marhamat ko'rsatishga qaror qildim va endi sen mening rafiqam bo'lasan, dedi Zubayrxon. U Bahorani yoniga kelib, uni quchoqlamoqchi bo'ldi, lekin qiz tomonidan tarsaki tushgach, hayrat bilan Bahoraga qaradi. Sen tarbiyasiz, hozir meni urdingmi? Xonga qo'l ko'tardingmi? Dedi g'azab bilan. Zubayrxon Bahoraga o'shqirib, qizni ikki yelkasidan tutib silkitdi. Bahora dahshatga tushdi. Qarshisidagi xon unga g'azab bilan qaradi. Men sizning ayolingiz bo'lolmayman. Mening erim bor. Tirikmi, o'likmi farqi yo'q. Men faqat Yodgorshahnikiman. Men homiladorman. Ular tirik bo'lmasa-da, qornimda ularning qoni bor. Bahora yig'lab ortga tisarildi. Yuragi azob sabab ezilsa-da, hozir o'zini kuchli tutishga majbur edi. Eri uchun hatto aza ham tuta olmagani Bahoraga alam qilardi. Zubayrxon qiz atrofida indamay kezib yurdi. Yuz ifodasidan nima qilmoqchi ekani ayon emas edi. Menimcha, men yana bir gunoh ish qilishga majbur bo'laman, dedi Zubayrxon past ovozda. Bu boladan qutulish kerak. Zubayrxonning so'nggi gapini eshitgan Bahora yerga yiqilay dedi. Qotib qolgandi.
Qo'li titrab qornini ushladi. Bir kunda eridan va bolasidan ayrilish hissi qizni ado qilgandek edi. Bunga yo'l qo'ymayman. Bahora boshini chayqab yo'q degandek talvasaga tushgancha ortga qadam tashladi. Ammo qochishga ulgurmasidan Zubayrxon qizning qo'lidan qattiq qisib oldi. Yo'q, nima, men begonaning bolasini tug'ishingga izn bermayman. Sen menikisan. Seni o'sha kuni ko'rganimdan beri xayolimdan chiqara olmay yuribman. Sen oq sut berib, uni naslini davom ettiruvchi bolaga ona bo'lolmaysan. Men xonman. Sen menga itoat qilishing kerak. Aqlingni yig'ib ol. Aks holda hayotingga jabr bo'ladi. Zubayrxon qizning quloqlari ostida pichirlab undan uzoqlashdi. Soqchilar! Zubayrxon soqchilarni chaqirdi va Bahoraga alohida xona berib, unga mas'ul bir qiz qo'yishlarini aytdi. Bahora qancha baqirib janjal ko'tarmasin, ularga kuchi yetmadi. Bahorani olib ketishgach, xon chuqur o'yga toldi. Xonasini sukut egallagan edi. Butun xayoli esa Yodgor shohda edi. Bolalikdan birga o'sib katta bo'lgan do'sti qilgan ishidan afsuslandi. Ammo Yodgor shoh ayoliga bo'lgan qiziqishi uni shu yo'lga boshlagan edi. Shu payt eshik ohista ochildi. Ichkariga oq libosdagi, sochlariga oq oralagan ayol kirib keldi. Bu xon onasi, mashhur va dono ayol Butayim edi. U o'g'liga qarab qattiq oh tortdi. Zubayr, bu nima degan gap, dedi o'g'liga yaqinlashib. Saroy ichiga bir bevani olib kiribsan. Hammaning og'zida shu so'z. Nega bunday ish qilding? Xonlar urug'iga bu qadar sharmandalik yarashadimi? Zubayrxon onasini g'azabini tinglab, yuzidan hech qanday ifodasini ko'rsatmadi. U ayyorona jilmaydi. Sekin yurib onasining yoniga bordi. Ona, men uni yuragim achib olib keldim, dedi u past va aniq ohangda. U Yodgor shohning bevasi. U hali yosh. U bechorani ko'rib rahmim keldi. Unga o'limdan saqlanish uchun joy berdim. Shu gunoh bo'ladimi? Beva ayolga bu yerlarda yaxshi ko'z bilan qarashmaydi. Yodgor shoh menga yillar davomida sadoqat bilan xizmat qildi. Shu sababdan uni bevasini o'zimning nikohimga olib mahram qilmoqchiman. Butayim bir muddat jim qoldi. Yuzidagi qat'iyat asta-sekin yumshab bordi. U o'g'lining ko'ziga qaradi. Keyin nigohi sekin yumshadi. Butayim Zubayrxon kaftini asta tutib, mehr bilan siladi. Eh bolam, demak yuraging tosh emas ekan-da, dedi u yengil tabassum bilan. Rahm degan tuyg'u hali o'chmagan sendan. Shunga ham shukur. Yaxshi qilgan ekansan. Mayli, unga joy ber, biroq ehtiyot bo'l. Saroyda har kimning tili uzun. Zubayrxon bosh irg'ab yumshoqlik bilan jilmaydi. Onasi rozi bo'lganini ko'rib, ichida bir g'alaba hissi uyg'ondi. Butayim xonadan chiqib ketar ekan, o'g'liga oxirgi bor mehr bilan qaradi. Eshik yopilgach, Zubayrxon yuzidagi jilmayish birdan g'oyib bo'ldi. Zubayrxon yuzi yana sovuqlashdi. Bosh soqchi, dedi u sovuq ohangda. Ichkariga kirgan soqchiga qarab, ortini o'girdi. Doyani hoziroq olib keling xonamga. Ko'p o'tmay eshikdan sipo qomatli, yoshi 50 dan oshgan ayol kirib keldi. Bu saroyning eng ishonchli ayoli, tajribali doya edi. U xon oldida tiz cho'kdi. Assalomu alaykum, hazratim. Eshit, dedi Zubayrxon keskin. Bugun kechki ovqat Bahora uchun alohida tayyorlansin. Ovqatiga dori solasan. Bola tushadigan bo'lsin. Hech kim bilmasin. Tushundingmi? U uchun ovqatni o'zing nazorat qil va hech kim ko'rmagan vaqt dori sol. Shunday qilginki, faqat qornidagi bolasi nobud bo'lsin. Doya rangi oqarib xonga qaradi. Nima deyishni ham bilmay qoldi. Axir Bahora Yodgor shoh ayoli-ku. Qolaversa doyaning onasi ham doya va Yodgor shohni yaxshi ko'rardi. Onasi Bahora homilador bo'lganida xursand bo'lgan. Yodgor shoh nasli davom etadi degandi. Bugun tongda uni o'limini butun saroy eshitib dahshatga tushgandi. Doya esa onasiga muhimi nasli to'xtab qolmadi deganidi. Ammo Oliy hazratlari, bu xavfli. Ayolning tanasi qiynaladi. Bola tushgach u holdan ketadi. Hatto hayotiga ham. Men so'radimmi? Zubayrxon ovozini balandlatdi. Menga faqat natija kerak.
Zoya cho'chib ketdi, ammo baribir jur'at topib dedi: Oliy hazrat, siz ayolni keyin nikohingizga olmoqchisiz-ku. U bola tushirgach, tanasining tiklanishi uchun vaqt kerak bo'ladi. Eng kamida 3 oy, balki undan ham ko'p. Zubayrxon g'azabdan yuzini burdi. Ko'zlarida yovvoyilik sezilardi. 3 oy, dedi sovuq kulib. Menga 3 oy emas, 1 oy kifoya. U Doyaning oldiga yaqinlashdi. Ohista, ammo tahdid ohangida gapirdi. 1 oyda hammasini to'g'rila. Bola tushiriladi. U ayol tirik qoladi va 1 oydan so'ng u mening nikohimda bo'ladi. Uni tanasini 1 oyda tiklashing kerak. Uddalay olmasang, qatl qilaman. Faqat seni emas, onangni ham. Doya bosh egdi. Yuragi g'ash, ammo buyruqqa bo'ysunmaslikning iloji yo'q edi. Xon gaplari uning yaxshigina qo'rqitgani bois rad etishga haqqi yo'q edi. Sizni tushundim, oliy hazratlari. Zubayrxon yuzini derazaga burdi. Tashqarida tongning so'nggi nurlari saroy devorlariga tushar, shabada ipak pardalarni qimirlatardi. Uning ko'zlari muzday, ammo lablarida g'alati tabassum o'ynardi. 1 oy, faqat 1 oy, dedi u o'zicha pichirlab. Shundan keyin u meniki bo'ladi, faqat meniki. Qorong'u, ammo issiq xonaga meni bu razillar qamab qo'yishdi. Bu xonada yolg'iz va umidsizman. Qo'llarim qornimda. Kichkintoy, mening kichkintoyim, seni yo'qotishni xohlamayman. Sen haqingda bilganimdan beri ichimda ajoyib hislar jo'sh urardi. Hislarim yanada meni hayajonga solardi. Men sen va otang yonida bo'lishni xohlagandim. Agar seni mendan tortib olishsa, men yasholmayman. Men sen uchun kurashaman. Bolam, sen yashaysan. Sen Yodgorshohning naslini davom ettirasan. Qo'llarim qaltirab qornimni ushladim. Xudoyim, o'zing yordam ber. Bolamni o'zing asra. Axir bolam yashashi kerak. Unda nima gunoh? Nima uchun bu musibat mening boshimga tushdi? Yig'lab ham o'zimga kela olmasdim. Yuragimni uzib otib yuborgim kelyapti. Yodgorshoh, men uni shunchalar sevdimki, uning o'limiga hali ham ishonolmayapman. Aks holda uning ruhi aniq yonimga kelardi. Men his qilardim. Agar ularga biror kor-hol bo'lsa, men sezardim. Ular tirik va qaytib kelib, meni zolim xon qo'lidan qutqaradi. Men ungacha bolamni asrashim kerak. Xudoyim, erim chindan tirik bo'lsin. Menga buni ravo ko'rma. Yodgorshohimni menga qaytar. Endi men kimga suyonaman? Sevgan insonimsiz bu dunyoda nima qilaman? Eshik asta g'ijirlagancha ochildi. Qorong'u xonaga chiroq nurining bir zarrasi kirib, devorlaridagi naqshlarga soya soldi. Bahora cho'chib boshini ko'tardi. Ichkariga oq ro'mol o'ragan, yoshi 60larga borib qolgan doya ayol kirib keldi. Qo'lida mislaganda issiq ovqat bor edi. Bug' chiqayotgan sho'rva hididan xonani iliqlik bilan qoplab oldi. Doyani qizi men bunday ishni qilolmayman degani uchun Bahora yoniga kelmadi va bo'lgan voqeani onasiga aytgandi. Doya ayolni ko'rgan Bahora darhol tanidi. Bu Yodgorshoh uni yoniga olib kelgan kampir edi. Doya ayol sokin qadamlar bilan Bahora yoniga yaqinlashdi. Uning ko'zlarida rahm-shafqat aralash dard bor edi. Laganni sekin stol ustiga qo'ydi-da, qizning yoniga hech bo'lmasa bir qoshiq bo'lsa-da ovqatlanib ol, dedi u yumshoq va titroq tovush bilan. Bola uchun o'zingni asrashing kerak. U yashashi uchun sen bardam bo'lishing shart. Bahora ko'zlarini doya ayoldan uzolmay qarab turdi. Ko'zining yuzlari oqartirib ketgan lablari quruq edi. U sekin boshini chayqadi. Men hozir hech narsa yeyolmayman. Yuragim juda og'riyapti, dedi u bo'g'iq ovozda, qo'llarini qorniga bosib. Men Yodgorshohimni o'ldi deyishyapti. Ammo agar unga biror kor-hol bo'lsa, aniq yuragim sezar edi. Axir bizni qalbimiz bir. Alloh yaratgan juftlikmiz. Doya uning yelkalaridan asta siladi. Bilaman, bolam, darding og'ir, ammo Xudo hech kimni sinovsiz qo'ymaydi. Yodgorshoh chin erkak bo'lgan. Men uni tanirdim. U o'zini ham, seni ham osonlikcha
tashlab ketmagan bo'lardi. Balki hali ham umid bordir. Shuning uchun o'zingni asrab avayla. Siz rost aytyapsizmi? U tirik bo'lishi mumkinmi? Doya ayol ohista bosh irg'adi. Balki, Xudo biladi. Ammo sen o'zingni asra, bolang uchun. Har ne bo'lganda ham u Yodgor shohning nasli. Bahora ko'z yoshlarini artib, choynakdan suv quydi. Qaltiragan qo'llari bilan qoshiqni oldi. Faqat bolam uchun, dedi u ohista, sho'rvadan bir qoshiq olib. Doya ayol jilmayib uning boshini siladi. Shunaqa bolam, sen kuchli bo'lishing kerak. Har on, har nafas bolang uchun yashagin. Hikoyamizning davomi keyingi qismlarda. Bizni kuzatishda davom eting va obuna bo'lishni unutmang. Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat.